Bu startap qilgan o'yin muvaffaqiyatsiz bo'ldi. O'yin yopildi, lekin jamoa ichida ishlatilgan bitta chat vositasi qoldi. Shu vosita keyin Slack bo'ldi. 2021-yilda Salesforce Slack'ni $27,7 milliard ga sotib oldi. Eng qizig'i, Slack aslida chat qilish uchun tuzilmagan. 2009-yilda Stewart Butterfield va jamoasi Kanadada TeamSpeak degan kompaniya ochadi. Maqsad odamlar birga o'ynaydigan onlayn o'yin qilish. O'yin nomi Glitch edi. 2011-yilda ishga tushadi, lekin kutilgan daromadni bermaydi. 2012-yil oxiriga kelib kompaniya Glitchni yopadi, lekin o'yin ustida ishlayotgan paytda bitta muammo bor edi. Jamoa tarqoq, ish ko'p, fayllar va muhokamalar chatlarda yo'qolib ketardi. Shu sabab ular o'zlari uchun ichki muloqot vositasi yasashadi. Bu vosita IRC asosida qurilgan edi. 2012-yilda Stewart Butterfield shuni tushunadi: o'yin emas, ichki chat vositasi qimmatliroq. Glitch yopiladi, ichki tool mahsulotga aylanadi. 2013-yil avgust oyida Slack ommaga chiqariladi. 2019-yilda Slack birjaga chiqadi va bugun u $1 milliard kompaniya.